Qadimgi Misrda ayollar qanday azob chekkanligini bilasizmi? Bu uchta fakt sizni aniq hayron qoldiradi. Sarimsoq testi. Ginekolog ayolning ichiga sarimsoqni solib qo'yardi. Agar ertalab ayolning og'zidan sarimsoqning hidi kelsa, demak u homilador bo'ladi. Agar hidi kelmasa, u bepusht hisoblanadi. Homilador bo'lishni istamagan ayollar esa krokodil axlatini asal bilan aralashtirib, o'sha joyiga surardi. Qadimgi Misrda bu juda ham foydali va ishonchli kontrasepsiva hisoblangan. Tavba qildim, tasavvur qilish ham qiyin. Homilani qiz yoki o'g'illigini bilish uchun esa ayol analizlarini arpa va bug'doy urug'iga quygan. Birinchi bo'lib arpa unib chiqsa, o'g'il, bug'doy unib chiqsa, qiz tug'iladi deb o'ylashgan. Qarang, u davrning UZI va skrininglar. Aytgancha, bu faktlar tarixiy kitoblardan olingan. Aslida tarix juda ham qiziqarli. Tarixni o'rganib, bizdan 100 yillar, 1000 yillar oldin yashagan odamlar bilan tanishishimiz, ulardan o'zimizga kerakli bo'lgan dars va ibrat olishimiz mumkin. Biz obunachilarim bilan aynan shu ishni qilamiz. Tarixni o'rganamiz. Sahifamga obuna bo'ling. Aminmanki, siz uchun foydali bo'ladi, qiziqarli bo'ladi. Bittagina like qo'ysangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Qadimgi Misrda ayollar qanday azob chekkanligini bilasizmi? Bu uchta fakt sizni aniq hayron qoldiradi. Sarimsoq testi. Ginekolog ayolning ichiga sarimsoqni solib qo'yardi. Agar ertalab ayolning og'zidan sarimsoqning hidi kelsa, demak u homilador bo'ladi. Agar hidi kelmasa, u bepusht hisoblanadi. Homilador bo'lishni istamagan ayollar esa krokodil axlatini asal bilan aralashtirib, o'sha joyiga surardi. Qadimgi Misrda bu juda ham foydali va ishonchli kontrasepsiva hisoblangan. Tavba qildim, tasavvur qilish ham qiyin. Homilani qiz yoki o'g'illigini bilish uchun esa ayol analizlarini arpa va bug'doy urug'iga quygan. Birinchi bo'lib arpa unib chiqsa, o'g'il, bug'doy unib chiqsa, qiz tug'iladi deb o'ylashgan. Qarang, u davrning UZI va skrininglar. Aytgancha, bu faktlar tarixiy kitoblardan olingan. Aslida tarix juda ham qiziqarli. Tarixni o'rganib, bizdan 100 yillar, 1000 yillar oldin yashagan odamlar bilan tanishishimiz, ulardan o'zimizga kerakli bo'lgan dars va ibrat olishimiz mumkin. Biz obunachilarim bilan aynan shu ishni qilamiz. Tarixni o'rganamiz. Sahifamga obuna bo'ling. Aminmanki, siz uchun foydali bo'ladi, qiziqarli bo'ladi. Bittagina like qo'ysangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi.